Tarvuzda pishdi, tarvuzda. Obunachilar, assalomu alaykum. Tarvuz deganlar bormi? Tarvuz sezoni boshlandi. Qashqadaryodamiz. Obunachilar, Qashqadaryo ko'k daladamiz. Bilsangizlar, obunachilar ham Range Rover o'yinida bitta obunachimiz Qashqadaryoga siparish chiqdi. Range Rover Surxondaryoga chiqdi. Range Roverni shunday Surxondaryoga topshiriqda, shunday ko'k dalaga aylandik. Akamiz o'zi chiqdi. Akamiz mashina emas, pulini olamiz deydi. Lekin biz assalomu alaykum. Aka, yaxshimisiz? Mashinani berardik har safar. To'g'risi ham akamiz endi bitta niyat qilib qo'ygan ekanlar. U niyatini o'zida so'raymizki, o'ziga aytamiz. Nima dedi aka? U o'zi aytilmasdan qiladigan narsada, lekin o'rnak bo'lishimiz kerak. Buni hurmatli obunachilar, bergan pullaringizga rozi bo'lingiz avvalambor. Aka, turing, siz qayerdansiz? Qayerda yotdingiz mashinada? Men Qashqadaryodanman. Qashqadaryoning qayerdan? Yakkabog' tumanida. Yakkabog'dan. Yo'lda ustida men Beg'la bilan Husayni bilan uchrashib qoldik. Men avtomobil kerak emas, men buni ehson qilaman deb niyat qiluvdim. Biletni olish sabablari qanaqa bo'lganini bitta aytib bering aka. Olish sabablari niyatga bog'liq deyman-ku, men ko'rgan bo'lsangiz videolarimda aytaman. Niyatni qilinglar, Alloh siz so'raganda ko'pini beradi deyman. Har safar videolarimda. O'shani ayting, yana bitta isbotini ko'rib ketasiz. Niyat qilsa hamma vaqtim o'zini niyatiga erishayotganda odam. Shuning uchun siz nima niyat qilgandingiz aka o'sha paytda? Masjidga ehson qilaman dedim, shunga niyatimga kartingizda 200 ming pul bor edi. Shunday. Menga bolalar aytishdida, 100 mingni men o'ynimga tashlagansiz, 140 mingni masjidga ehsonga tashlagansiz. Allohim yutsam, shu mashinani sotib, nima mashina yutishimdan qat'iy nazar sotib, shu mashinaning pulini shu masjidga ehson qilaman deb niyat qilganmisiz? Qiluvdim. Albatta. Aytaman-ku do'stlar. Bizning qalbimizdagi, ko'nglimizdagi Alloh biladi. Shunga qarab beraveradi do'stlar. Men aytaman-ku, o'ylarimizda nima deydi, yutmaganlar bo'ladi, ko'ngillarimiz xira bo'lib qoladi. Yaxshi niyat qilib qo'yinglar do'stlar. Alloh nima dedi? Qaranglar, pullaringiz bekorga boshqa joylarga ketayotgani yo'q. Shunday obunachilarimizni nima dedi? Ishlariga bitta kamisi to'ladi. Mana bitta obunachimiz Xudo xohlasa masjidga ehson qilar ekanlar, mashina sotib, men juda ham xursand bo'ldim. Yaxshilikka foydamiz tegayotganidan, sababchi bo'lgandan. Bizlarning ham ehson proyektimiz boshlandi, Xudo xohlasa do'stlar, videolarni qo'yib boramiz, YouTube'da ko'rib borasiz. Ehson proyektimizni boshlaganmiz. Bitta yetim oila bor. Bolalar qolib ketgan, shuni uyini tiklab berish maqsadida o'zimiz ham yo'lga chiqyapmiz, Xudo xohlasa. Nima deydi, bu hayotda bizlardan qoladigani yaxshilik. Yaxshilik. Boshqa hech nima qolmaydi. Nima olib ketamiz aka? Kim nima olib ketdi? Shunday. Hech kim hech nima olib ketayotgani yo'q. Bundan keyin ham olib ketish olmaydi. Obunachilarimizga nima deydi? O'yin haqida ishonchli ekan, o'yin nima ekan? Ishonchli. O'ynayingizlar, yetingizlar. Albatta. Olgan nimalaringizga rozi bo'lingizlar. Biletlaringizga. Men ham roziman. Sog' bo'ling aka. Bo'lmasa sizga mashinaning pulini tantanali topshiramiz. Yaxshiliklarga ishlatganingizdan juda ham xursandman aka. Xudo xohlasa nima dedi? Ajr savobi bir umr sizga yog'ilib tursin. Bosgan qadamlaringiz oltin tillo bo'lsin aka. Joningiz omon bo'lsin. Ana ishlaringizga omad. Rahmat. Obunachilar, kuzatib boringlar, yangi turga startni berdik. Ko'rdingizmi? Yangi turni Tracker qo'yib berdik. 100 ming so'm evaziga. Ikkita Cobalt bor. Yaxshisidan mazza qilib qaydaysizlar do'stlar. Bundan tashqari ikkita Spark bor. 5 ta avtomobil bitta o'yin o'ynaladi. Bilet narxi qimmat emas aka bizlarda. 100 ming so'mga. Kamyon bor, xalq bor. 100 ming so'm O'zbekiston uchun, Moskva uchun 700 rubl, Qozog'iston uchun 4 ming tangadan. Hoziroq ekrandagi 7996 364 000 ga yozinglar. Bitta ikkita. Ko'p bilet shart emas. Shunday. Nima dedi? Oilaviy bir donagina olganman. Bir dona olgansiz. Bir dona olganman. Oilaviy byudjetga zarar bermasdan bitta ikkitadan biletlarni xarid qilamiz. Biletlarimiz уже 688 tami shunaqa bilet qoldi. Tugataveramiz. O'sha 4 kunda 5 mingtadan oshiqroq biletlar sotadi, Xudo xohlasa. Bugun erta finalni qilamiz. Bosinglar gaziga. Obunachilarga maslahat berasizmi? Obunachilar, o'ynayingizlar, yetingizlar. Hammalaringizga rahmat. Sog' bo'lingizlar. Joningiz omon bo'lsin. Yaxshilikda ko'rishaylik. Shunday. Yana ko'rishaylik. Mayli. Xo'p aka. Allohga omonat siz obunachilar. Rahmat sizlarga. Joningiz omon bo'lsin.